Men Usmonov Anvar Isroilovich shu soliq korxonasi ochilgandan buyoqqa ishlab kelaman. Oilaliman, oilamda 3 nafar farzandim bor. 4 nafar navaram bor. Mehnat faoliyatim davomida ish faoliyatimni Guliston shahar soliq inspeksiyasidan boshlaganman. 2018-yildan Sardoba tuman soliq inspeksiyasida rahbar bo'lib, undan keyin Oqoltin tumanida rahbar bo'lib, mana hozirgi kunda soliq boshqarmasida qo'shilgan qiymat solig'i ma'murchiligi bo'limida faoliyat yuritib kelyapman. Faoliyatim davomida muhtaram prezidentimiz tomonidan ko'rsatgan xizmatlari uchun ordeni bilan mukofotlandim. Faoliyatim davomida undan tashqari o'z bilimimni mana shu yoshlarga, o'zimni shogirdlarimga o'rgatib, qo'limdan kelguncha ularga yo'l yo'riq ko'rsatib kelyapman. Bundan tashqari respublikadan, hukumatimiz tomonidan berilgan topshiriqlar bo'yicha asosiy o'sha ish faoliyatimiz byudjetga tushumlarni ta'minlash bo'lganligi sababli byudjet tushumlarini tushumida faoliyat yuritib kelyapmiz. Bundan tashqari mana shu korxonamiz soliq organi tomonidan ishlagan davrlarimizda vaqtida otpuskalar berilib, davolanishimiz uchun sanatoriyalarga yo'llanmalar berilgan, mehnatimiz qadrlangan. Kelajakda bundan keyin ham o'z mehnatim bilan soliq siyosatini yuritishda o'z bilimlarimni foydalangan holda ishimni davom ettirishga va'da beraman.